karis momachalaring bo'lishiga qaranglar. Depressiyadan chiqib ketishim juda ham qiyin bo'lyapti. Shunaqa stress bo'lganimda ko'zimga umuman uyqu kelmaydi. Sahar turib olaman. Bugun ham soat 4 da ko'zim ochildi. Umuman uxlamadim. Shuning uchun ertalabdan qizlarimga koma kimbap qilishni boshladim. Kimbaplarimni tayyorlab bo'ldim. Nimagadir bir narsa kamdek tuyulaveradi. Kimbaplarimni chiroyli qilib o'rab, qizlarimni stollarini oldiga, o'tiradigan joylarini oldiga bitta-bitta qo'yib chiqdim va keyin meni uyda o'tirgim kelmadi, nafas ola olmadim. Shuning ko'chaga chiqib ketdim. Har doim shunaqa depressiyaga tushsam, stress bo'lsam, ko'chaga chiqib ketaman. Shundagina o'zimni yaxshi his qilaman. Yurib kelaman yoki sport bilan shug'ullanaman. Shuning uchun tezda ko'chaga chiqib oldim. Kommentariyadagi gaplarni hammasini o'qidim. To'g'risini aytsam, negativ yozganlarim bilan, yaxshi gap yozganlarim bilan bu tarafda meni ham, qizimni ham hech qanaqa aybi yo'q. Yuhiga ham, menga ham oson emas. Unga ham bir tarafdan gap o'rgatadigan odamlar bitta emas, odamlar dedim. Menga ham dastak beradigan insonlar ko'p emas. Shuning uchun ham bu depressiyadan ikkalamiz ham chiqib ketishimiz kerak. Men har doim asabiylashganda bu joyga kelaman. Bu ko'lmak uyimiz oldida joylashgan. Bu joyda sport bilan qari kampirchalar, ya'ni karis momachalar, buvachalar sherda sport bilan shug'ullanishadi. Men bo'lsam maza qilib shu joyda stressdan chiqib olaman. Har doim juda ham sokin, saharda turib kelsa hech kim bo'lmaydi. Faqat uyqusi yo'q yoshi katta momachalar, buvachalar sherda aylanib yuraydi. Ko'rib turibsizlar, juda ham sokin joy. Men juda ham yaxshi ko'raman. Bu joyda hatto o'rdaklar ham bor. O'zim ham sport bilan ko'p shularda shug'ullanishga harakat qilaman. Ko'rib turganingizdek, hamma kelishni boshladi sahardan. Men bunaqa arzimagan narsa uchun kechasi bilan uxlamayin depressiyaga tushayotgan bir paytda karis momachalaring bo'lishiga qaranglar. Bu momacha nima qilayotganini bilmadim, lekin Koreyada 90-100 yoshli ayollar ham, buvacha momachalar ham, ya'ni kampirchalar ham faqat sport bilan shug'ullanadi, sog'lik uchun kurashadi. Shuning uchun meni hayotda kechirayotgan narsalarim bu hech narsa emas. Albatta, hamma narsaga vaqt davo bo'ladi. Chunki men shuni bilaman, har doim biz harakat qilsak hamma narsaga erishamiz. Shuning uchun ham depressiyadan chiqib ketishim kerak, lekin bugun mazza qilib depressiyamni yashab olaman deb yana sekin-sekin uyga qarab yo'l oldim. Nima qilay, ona-da baribir bolalariga qarash kerak.